bor. Assalomu alaykum. Ayollarni xursand qilish uchun eng oddiy lekin muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Og'zimdan chiqib ketdi, o'lay. To'xta! Ayollarni uchta so'z bilan ta'riflab bera olasizmi? Assalomu alaykum. Sizga savolimiz bor edi. Ayollarni xursand qiladigan eng oddiy lekin muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Eng oddiy, eng muhim narsa birinchi o'rinda e'tibor. Ikkinchi o'rinda mehr. Uchinchi o'rinda ayollarning o'ziga yoqadigan albatta bir dona bo'lsa ham gul. Ayollarni xursand qiladigan eng oddiy lekin muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Ishkalar. E'tibor deb o'ylayman. Rahmat kattakon. Ayollarni uchta so'z bilan ta'riflab bering. Betakror, beqiyos, matonatli. Rahmat. Chiroyli, zahar, ilon. Hay aqlam, aqlam, kuningni tashlab ketma. Ayollarni baxtli qiladigan eng oddiy lekin muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Pul. Ayollarni uchta so'z bilan ta'riflab bera olasiz? Ayollarni chiroyli, go'zal, mehribon. Ayollarni xursand qiladigan eng oddiy lekin muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Xo'p, bu savolga javob beradigan bo'lsam, hamma har xil aytadi. Ayollarga pul bering, ayollarga gul bering deyshadi. Eng asosiy ayollarni xursand qiladigan narsa mening fikrimcha, ayollarga vaqtida berilgan mehr va e'tibor hisoblanadi. Ayollarimiz vaqtimizga sog' bo'lishsin. Rahmat kattakon.